Ustozim dars qilmaganligim sababli mening peshonamga 2 baho qo'ydi. Ijtimoiy tarmoqlarda aynan mana shunday holat aks etgan xabarlar tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, voqea Toshkent viloyatida sodir bo'lgan. Toshkent viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Aniqlik kiritilishicha, holat Olmaliq shahridagi 7-maktabda 3-sinf o'quvchilari bilan birga sodir bo'lgan. O'rganishlar natijasiga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar o'z tasdig'ini topgan. O'qituvchi dars tayyorlamay kelgan o'quvchilarni jazolash maqsadida mazkur holatni sodir etgan. Ularning peshonasiga mana shunday 2 bahosini qo'ygan. Mazkur holat Olmaliq shahar Maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mas'ullari tomonidan nazoratga olinib, o'rganish ishlari olib borilgan. O'qituvchining yoshligi va tajribasizligi hamda qilgan ishiga pushaymonligi sabab unga hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanildi. Ba'zi ustozlar bir narsani unutmaydi.